Аңлаватқаныңла Батыр білән Қоқынчақның хикайысы. Burunның burunысыда bir адам өткен екен. Оның ismi Шетжердо болып, Батыр әзімет деген мәнір екен. О тұрдыған кәнітті ені бір адам болып, оның ismi Әмхей, яғни Қоқынчақ деген мәнір екен. Düşmәнләр кәнтке hücum қылған вақытта Батыр Шетжердо қолларға қылыш, оқияларны еліп, етіғі сәкірәп чықып, вәтініні қоғдашқа атланыр екен. Бірақ Әмхей байлықларını yoşırıp qoyup, taqqa qeçip chiqib ketadi ekan. Батыр Шетжердо düşmän bilan necha kun jang qilgandan keyin xeyli yorlindi ekan. Biroq jang maydonidan chekinib chiqmaydi ekan. Har bir qitim düşmän bilan tutishganda sapning eng oldida etilib mangadi ekan. Düşmänlar uni ko'rsa badar qochdi ekan. Bir qitim Şetjerdo g'alaba qilgandan keyin uning sharpiga atab ziyofat berilibdi. Lekin ziyofatda hech kimmi bu sharaflik Baturni ko'mabdi. Nomussiz Әмхей bo'lsa birinchi bo'lib ziyofatga kelibdi. Jangchilar izlab yurib, yaylaqdan Batur Şetjerdoni tepibdi. U yaylaqda o'zi yolg'iz medir-sedir qilmay yotgan ekan. Jangchilar uningdan so'rabdi: Sana nima bo'ldi? Nemishqa ziyofatga bormaysan? Batur Şetjerdo o'rnidan turgandan keyin javob beribdi. Endi Baturlar qilichini tutolmayman. Düşmänlarning o'qyasi ikki ko'zimni chachratdi. Ko'rga aylandim. Hech nimani ko'rolmayman. Bu ziyofatga borolmayman. Jangchilar buni anglab, Batur Şetjerdoni yo'lab chidirga opirib qo'yibdi. Hamda Әмхейga topilibdi. Sen uning bilan yurtdosh bo'lgandekin, kuchingning yetishicha uningga yordamda bo'l. Әмхей ma'qul bo'pti. Xotirjam bo'linglar, men xuddi bola otasiga qaraganda qarayman. Ko'zi ko'rolmas bo'lib qolgan qahramon kichik boladanmi bak ojiz bo'ladi. Choynimi damlayolmaydigan tursa. Әмхей hammaga anglatib undaq degani bilan ichida boshqani o'ylagan ekan. Uningga nemishqa yordam qilaman? Uning ko'zini yo men qo'rqimsam, yo uni jangi men bodimisam? U shularni o'ylag'ach, yumshoq karvatning ustiga chiqib, uyquga ketibdi. Әмхей nihoyatda qattiq uxlabdi. Atigini turib ko'zini ochganda hech nimani ko'rolmabdi. Aslida uxlayotgan vaqtida uning ko'zi yo'qab ketgan ekan. Әмхей qattiq vaqirabdi. Batur Şetjerdo vaqirgan ovozni anglab, ko'nglida o'ylabdi. Әмхейga cho'qim bir ish bo'ldi. Yeniga berib qarab boqay, yordamim tegib qola. Şetjerdo qo'liga hosisini elib, yeniga qarab siljibdi. U texi Әмхейning chidirining yeniga bormay turib, birisi uni chaqiribdi. Nega borasan? Әмхейning yeniga. Uningga kelishmaslik kelgan o'xshaydi. Yordamim tegib qola. U odam debdi. Uningga men yordam qilaman. Aytqina, ko'zing nima sababdan ko'r bo'lib qolgan? Düşmänning o'qi ko'zimga tekkan. Hozir kunni, yaylaqni, hatto odamlarning chiroyini ko'rolmayman. U odam qo'lini Batur Şetjerdoning mo'risiga qo'yib andin. Yovni yurtidan qo'g'lab chiqargan odam quyoshni ham keng yaylaqlarni ko'ralaydi. Gapimni angla. Oldinga qarab o'dulmang. Cho'ng bir qo'ram tosh oldingni to'siganda, o toshni tutqin. Andin nima ish bo'ladiganligiga qarab tur. Tez bog'in. Batur Şetjerdo u odamning degani bo'yicha mengib bir qo'ram toshga yo'l qilibdi. Qo'ram tosh yo'lni to'sib turgan ekan. Qanday qilsimi aylanib o'talmabdi. Batur qo'li bilan toshni tutgan ekan, uning o'ng ko'zi saqiyibdi. Yana bir qitim tutgan ekan, uning so'l ko'zimi saqiyibdi. Şetjerdo xushalligidan bosh qo'yib toshni so'yibdi. U quyoshga qarabdi. Xushalligidan ko'z yoshlari taramlab eqishga boshlabdi. Batur Şetjerdo uyga qaytishga tayyorlanayotganda tuyuqsiz tog'ning ustida bir bog'ni ko'rib qopdi. Bog'ning ichida egiz silingan bir uy bor ekan.
Оның bu uyda kim turadiganligini bilgisi kelib, tog' cho'qqisiga qarab mengibdi. U uzun mangmayla bir odamning cho'ng Qur'on toshni ittirayotganligini ko'ribdi. Shecherda uning oldiga berib, nima qilayotganligini, nemishqa toshni ittirdiganligini so'rabdi. U odam, "Bu tosh buloqni to'sib elib, so'larimiz qurib ketdi. Kishilar usuzlikdan o'lay deb qoldi", deb javob beribdi. Shecherda uningdan so'rabdi. "Bundaq toshni 100 odam yo'tkisimi aron yo'tkaydi, o'zing qandoq yo'tkayalaysan?" "Bu degan sehrlik tosh", deb tushundiribdi heliqi odam. "Ming qovul azmat kelsimu mediriltolmaydi. Biroq nam mansabga ko'z qarnimi sanmaydigan bir jangchi kelib ittirib qo'ysa, tosh darholla chang to'zonga aylanadi. Davlatimizning nurg'un jangchilari kelib sinab baqqan, biroq tosh yanada qimir qilmay turadi. Kela, sen sinab baqqina, sen uningga tegib qo'ysang, balkim u yo'qab keta." Batur Shecherdo toshni tutgan ekan, tosh yanada joyida turibdi. "Qaraganda senmi emaskansan?" debdi u odam. "Bo'ldi, yo'lingga mengayvergin." Shecherdo ketib qapti. U davomliq mengib tog'ning cho'qqisiga yetibdi. U tog' cho'qqisida bir bog'chini ko'ribdi. Bog'ning ichidagi uyning yonida uzun gelam silingan bo'lib, gelamning ustida har xil nozu ne'matlar bor ekan. Batur Shecherdo uningga qarab, shundoq yegisi kelib, qo'lini uzitib, banandan birini olay deb turganda, kallasidan bir xiyol yalt qilib o'tibdi. Uyning egisi bo'lmasa, olsam qandoq bo'ladi? Egisi kelganda, cho'qin bu nozu ne'matlarga taklif qiladi. U xeyli saqlagan bo'lsa-mu, uyning egisi kelmabdi. Uning qo'sqi texmi echib ketibdi. Tuyuqsiz osmondan guldirmamidek ovoz kelib, bog'da odam yeydigan 3 boshliq yalmavuz paydo bo'pti. "Bu yerda nima qilyapsan?" deb so'rabdi yalmavuz. "Uy egisini saqlayapman, qo'sqim bek echib ketgan edi", deb javob beribdi Shecherdo. Yalmavuz, "Uyning egalari faqat atigandalik keladi. Sen xotirjam yevamamsan. Ular kimning yeganligini bilinmaydi", deb vaqirabdi. "Boshqalarning narsasini o'g'irlab yesam bo'lmaydi", debdi Shecherdo. Odamxo'r Yalmavuzning qattiq achchig'i kelib uningga, "Seni ye degandikin ye, agar yemasang jiningni olaman", debdi. Batur Shecherdo yanala cheqilmabdi. Kaynigimi chekinmabdi. Faqat mundaq debdi. "Navoda deginingdek qilsam, mening sharpim yo'q bo'ladi. Sharpim bo'lmasa, yashay olishim mumkin emas." Odamxo'r Yalmavuz bu gapni anglab, Azmatga etilibdi. Azmatning yonida hech qanday qo'ral, o'qya yoki xanjarmi yo'q ekan. Garchi qo'lida bir narsa bo'lmasa-mu, Azmat qilchilik qo'rqmabdi. U yon tarafdagi qarg'ayni yulib elib, Yalmavuzning kallasiga birini qo'yibdi. Bu vaqtda Yalmavuz eg'izidagi o'tni Azmatga purkibdi. Azmat qilchilik qo'rqinish his qilmabdi. "Ishingni qil", deb vaqirabdi Azmat. Hamda daraxtni pulanglatib, Yalmavuzning beshiga toza uribdi. Bu vaqtda Yalmavuz eg'izidan qop-qora is chiqarib, butun yerni qorong'ulikqa purkabdi. Tog' cho'qqisi qop-qorong'u bo'lib ketibdi. Yalmavuzning yiqilib kelganligini Batur Shecherdo sezmay qapti. Alvasti uni tuyuqsiz yerga besibapti. Ham uningga, "Darhol ye, bo'lmasa seni tirik yutib etaman", debdi. Batur Shecherdo o'zining o'lib ketadiganligini his qildi. U oxirgi qitim ani yerni silab turib to'labdi. "Samimiylikdan o'lganlarning nomi 100 asr saqlanadi. Saxtipazlik bilan yashaydigan pastkash odamlarni kichik bolami esidan chiqarib yetadi." U shuni deb bo'lishiga qora tutunlar yo'qab, uning oldiga notonish bir bovay kepti. "To'r o'rningdan nimaga yetib olding?" deb so'rabdi bovay yiqimliq holda. "Sana Qur'on toshga yetib boradigan yo'lni ko'rsatib qo'ygan odam men bo'laman", debdi bovay. "Demak, sen tepib bora olading, shundaqmi?" Batur Shecherdo bovayning oyog'iga yiqilib so'zlabdi. "Rahmat sizga bova. Yalmavuz qini. Bu yalmavuzni men sehr qilib chiqargan. Chunki men sening zodi nimani qadrlaydiganligingni bilmoqchitdim."
Hayatnımı yoki shon-sharafnimi? Qarasam, ko'ngling o'qyodin chiqqan yog'i o'xshash tuzgan. Boshqalarning baxti uchun yashaydi ekansan. Bovay shu gaplarni tugitib g'oyib bo'pti. Batur Shecherdo uyiga yo'l opdi. U mengib qo'saqlari ichib mag'dur qolmaganda heliqi sehrlik toshning yeniga kelib to'xtabdi. U shu toshga yo'linib bir oz aram olmoqchi bo'lib, amdili yo'linishiga tosh to'zonga aylanib yo'qab ketibdi. Buloq suyi etilib chiqibdi. Buloq suyi tog'ning ustidan tövanga qarab eqibdi. Kishilarning xushalliqlari Batur Shecherdoning ko'nglini echildiribdi. U davomliq mengib o'zining kantiga kelganda Amhayni uchirtibdi. Uning qo'lida hosi bor ekan. Har bir qadam manganda hosi bilan oldi tarafni silashtirib boqadi ekan. Sana nim bo'ldi? deb so'rabdi Shecherdo. Sen nimaga bundaq bo'p qolding? Ko'zim ko'mas bo'p qoldi. Semiz qo'ylarimni, qora uyimni, paqirab turadigan oltin ko'mishlarimni ko'rolmaydigan bo'ldim. Batur Shecherdo onunga mundaq debdi. Sen mushu yo'lni bo'ylab davomliq mang'in. Bir qo'ram tosh uchraysan. Qo'ling bilan tegib qo'ysanglar, natijasi bo'ladi. Tez bag'in. Amhay Batur Shecherdoning degini bo'yicha mengibdi. Uzun yo'l yurgandan keyin oxir u toshni tepibdi. Toshni bir qitim tutgan ekan, o'ng ko'zi saqiyibdi. Yana bir qitim tutgan ekan, so'l ko'zimi saqiyibdi. U xushal bo'lib, o'zini maqtig'ili turibdi. Voy, men nimandaq yomon, o'zimga tayinib ko'z chiqara oldim. Endi 3-chi ko'zga ega bo'laman toza. U toshni yana bir tutgan ekan, oningga 3-chi ko'z chiqibdi. Amhay xushalligidan sakrab ketibdi. U, voy, hech kimda yo'q 3 ko'z, menda bor bo'ldi. Endi Batur Shecherdoningmi ichi qizib, qarg'u bo'lib qoldigan bo'ldi, debdi. Amhay uyiga yugurib digida qaytibdi. O'zining ko'zini boshqalarga ko'z-ko'z qilishni o'ylab turganda, tog'da chiroyli bir bog'ni ko'ribdi. U bog'da kimning turadiganligini bilib beqish uchun taqiyam ishibdi. U bog'ning ichiga kirib, uyni ko'ribdi. Uyning yenida gelam, gelamning ustida har xil yemaklik va meva-chevalar turgan ekan. Voy, bek yaxshi bo'ldi, debdi Amhay ichi-ichidan xushal bo'lib. Omad talaydigan mushuda, qo'saq to'yg'idak bir yavolaychi. U yeyishni boshlab har xil narsalardan tetibdi. Birini qoldirib qo'ymabdi. Shu tariqada kun qayrilibdi. U yeyaveribdi. U eng oxirgi bir parcha go'shtni qo'liga olgan vaqtda bir seg'izxon uchib kelib, gelamga qo'nib, olmini cho'qilgan ekan. Amhay ko'rib qilib, qo'lidagi go'shtni seg'izxonga etib qattiq vaqirabdi. Vo, o'g'ri, yo'qol. Bu yerdagi yemeklarni sana tayyorlamagan. Seg'izxon uchib ketibdi. Amhay bir kun shu yerda yeb ichibdi. Kech kirganda uyga qaytishga betin olmay, uyning o'ygisiga chiqib, u yerda xo'rakning cho'ngini tatib uxlabdi. Tong otganda har xil yirtqush hayvonlar birining kaynidan biri boqqa yetib ketdi. Ular gelamning ustidagi narsalarning qonmaganligini ko'rib, vaqirishibdi. Kim bizning oziqimizni o'g'irlab yedi? Tutib olsak, parcha-parcha qilib etmasak. Bo'ra atrofni purab debdi. Xaloyiq, odamning hidi kelyotdi-ku. Iyiq o'ri turib, o'giziga qarab etgandan keyin debdi. Hey, o'gizida bir odam turadi. Cho'qim ashu odam hammasini yevatgan gap. Sulaysun qayg'urgan holda debdi. Esit, bu yil yo'lvas bizning odam yeyishimizni chekladi. Kimmi hayvonlar podshohining farmoniga qarshi chiqa olsin? Shundoq, hech kim unda qilolmaydi, deb javob beribdi hayvonotlar. Tuyuqsiz yaqin atrofdagi daraxtdan seg'izxon uchib kelib, Amhayning ustida uyoq bu yoqqa uchib so'zlabdi. Bu odam emas, nomi yo'q bir hayvonkan. Hey seg'izxon, nemishqa yolg'on gap qilasan? Hayvon bo'lamdi u, iniqli odamg'u. Odam emas, debdi seg'izxon. Odam deganning 2 ko'zi bor, biroq buning 3 ko'zi bor ekan. Qaysinglar 3 ko'zi bor odamni ko'rib baqqan? Bu bir maxluqkan. Bu vaqtda shir kelib qargan ekan,
Seg'izxon degandekli chiqibdi, Tutinglar buni. deb vaqirabdi Shir. Bu odam emaskan, maxluqkan. Shunda qilib, yirtqush hayvonlar birining kaynidan biri o'g'isiga sakrab chiqib, uxlab yotgan amhayni par-par qilib tashlabdi.